Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizlarni kuzatib borayotgan aka-uka, do'st, yor birodarlar, sog'-salomat yuribsizlarmi? Bugun mana 24-avgust sanasida sizlarga bir ikkita mashinalarni video obzor qilib ko'rsatib beramiz. Nima desak, boshlang'ich to'lov $100, $200 ga Damaslarimiz bor. Xullas, shu haftaga bizlarga assortimentimizga mashinalarimiz kamroq. Ochiqcha qilib aytganda, agar sizlarda mabodo sotiladigan Damas avtomobillar bo'lsa, yili 2015-yildan yuqori Damaslar bo'lsa, olib kelsanglar, naqd pulda kelishib, savdolashib olamiz, xudo xolasa. Va undan tashqari bizlarda ipoteka xizmatimiz bor. Uy-joy garov evaziga qo'yib turib, 100 million so'mdan buyog'i 500 million, 1 milliard, 2 milliardgacha so'mda pul chiqarib beramiz. Ipoteka xizmatimizda yillik foizi 11.7% tashkil qiladi. Avtokreditda yillik foizi esa 27-28% ga yaqin bo'lib turibdi hozirgi paytda. Xo'sh, hozir sizlarga endi bir qator hozir mashinalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Boshlang'ich to'lov $100 ga Damasimiz bor. 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi taxminan 10-15% ga yaqin petno kraskalari bor. Zadniy most, korobka motorlari yaxshi, jihozlangan, tayyor. Boshlang'ich to'lov $100 ga. Xo'sh, va undan tashqari 2000 yana bitta bu ham 21-yilda ishlab chiqarilgan. Boshlang'ich to'lovi $200 boshlang'ich to'lov bilan chiqadi. 12 zavodskoy diska balonlarda turibdi. Uzr, adashdim, bu 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 2023. Naqd pulga $4700 ga sotiladi. Naqd pulga $4200 pulga sotiladi. Kelaverasizlar, manzilimiz Samarqand shahar, Sagdiana yangi yo'lda. Xo'sh, 2021-yil yana Damasimiz bor. Mana kraskasi toza, boshlang'ich to'lov $450 bosh to'lov bilan chiqadi. Oylik to'lovi 2.200.000 so'mdan 5 yilga chiqadi endi. Bu yog'i 1 yilga xohlasangiz yoping, xohlasangiz 2 yilga. 23-yil Damasimiz bor. 9000 yurgan zo'r holatda turgan mashina. Shu bugun ana shu mashinamizni 60 million so'mga oldik. Qiziqqanlarga kelib ko'rsanglar, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Savdomizga kutib qolamiz, kelaverasizlar. Mana shu 9000 yurganni bitta ichini sizlarga ko'rsataydi. 10.000 yurgan ekan. Egasi 9000 deb aytgan edi. Probegiga e'tibor berganim mas'ul. Kraskasi toza, 23-yil. Generalni ham bo'ladi, oformleni ham bo'ladi. Bu mashina nima hujjat so'rasangiz, ish qilib o'sha hujjat qilib beriladi va avtokreditga ham xohlasangiz sotiladi. Mashinalarimiz ko'rib turgan uylarda juda ham kam. Kimda sotiladigan Damaslar bo'lsa, olib kelsanglar, kelishgan holda savdolashib olaveramiz. 2023-yil mana yana bitta Damasimiz bor. Narxi bu Damasimizni 5400 dan kelishtirib beramiz. Bu ham jihozlangan, tayyor. Avtokreditga ham kelishsak chiqarib beramiz. $500-600 boshlang'ich to'lov bilan chiqadi. Kraskasi toza. Kelaverasizlar savdomizga. Hurmatli obunachilarimiz, kanalimizga yangi bo'lganlar like, podpiska bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi videolarimizni birinchilardan kuzatib boraverasizlar. Mana shu yerga 2015-yil egadan kelgan Damasimiz bor sotib berishga. 40 millionga soting deb qo'yib ketganlar. Hozircha shu mashinamiz ham turibdi, sotilgani emas. 2015 kraska bir 15-20% ga yaqin petnolari bor. Savdomizga kutib qolamiz. Xaridorlarimiz omon bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Shu haftaga sal assortimentimiz kam. Mashinalar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar.